Telegram Messenger orqali sizga kam foizli kredit taklif qilishganmi? Assalomu alaykum. Bu video sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan. Ha, bu haqiqiy odam emas. Ammo tasavvur qiling, shunday odam sizga past foizli kredit taklif qilsa, ishonarmidingiz? Sizga firibgar niqobi ostida Nasiba ismli odam yozadi. Nasiba hammaga kredit deb nomlangan bot kutib oladi. Go'yoki ko'rinishidan aqlli, dindor, qolaversa o'ziga ishongan ayol ko'rinishida. Aslida esa uning orqa tarafida kim turgani noma'lum bo'lgan firibgar. Fuqarolarni ishonchiga kirish maqsadida soxta ma'lumotlar bilan skrinshotlar yuboradi. U sizga o'zini firibgar emasligiga ishontirishga hamda sizga kam foizli kredit olib bera olishini aytib, shoshilinch qaror qabul qilish kerakligini aytadi. Sizning ishonchingizga batamom kirish uchun Markaziy bank tomonidan berilgan soxta litsenziyani ko'rsatadi. Rasm ko'rinishida videoga tushib bergan fuqarolarning videolarini sizga yuboradi. Va menga 15 daqiqaning ichidayoq 5% stavka bilan kredit tasdiqlandi. Shundan so'ng sizdan shaxsiy ma'lumotlaringizni so'raydi. Sizga ajratilgan kreditni olish uchun sug'urta pulini to'lashingiz kerakligi, ya'ni 350 ming so'm to'lov bor deydi. To'lovni amalga oshirganingizdan so'ng sizga kredit ajratilishini aytadi. Siz u aytgan kartaga pul o'tkazib bergandan so'ng sizni Telegram Messengerdan bloklaydi. Sizdan ushbu kabi sun'iy intellekt tayyorlagan videolardan ehtiyot bo'lishingizni so'rab qolamiz. Ta'kidlab o'tishimiz kerakki, hech qaysi kredit tashkiloti Telegram orqali